Do'stlar, bugungi kundagi 4-o'quvchim, elimiz sevgan aktrisamiz Shohidaxonim Uzoqova. Tundan tonggacha Esmeralda seriallari orqali yaxshi bilasiz. Hozir Shohida opamni o'zi shu yerda. Shohida opa, assalomu alaykum. Mana Shohida opamlar kelyapti. Elimiz sevgan go'zal aktrisamiz Shohida opa, assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Voy, assalomu alaykum, hurmatli meni muxlislarim, hurmatli xalqimiz, hurmatli ayollar, mashina haydamoqchi bo'lganlar. Men mana hayajondaman, to'g'risi, aerodrom degan joylarga juda uzoq ekan. Rosa hayajondaman. Endi nima deydi, yosh o'tganda mashina haydash kerak, mana shu qiz menga Hamidaxon yordam bermoqchi edi, maqtashdi. Shuning uchun Hamidaxon oldiga keldim. Hayajondaman.